Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda Granny 3 o'yinini o'ynaymiz. To'g'ri, Granny 3 o'yinini o'ynaymiz. Hozir bizlar Granny o'ynamaganimga ham ko'p bo'lib ketganda, hozir Grannyda yuta olamizmi yoki poyezddan qochib yutib ketishimiz kerak bo'ladi. Avval ham o'ynagandim, yuta olmagandim. Bu yerda Slender bo'ladi, keyin Granny opachamiz bo'ladi, keyin otaxon qo'lda pistolet bilan. Tak, bu yerda men ko'p narsalarni chiqarib tashlayman. Tak, to'xtab turinglar, brat. Silindirani yo'qotish kerakkan bo'yin. Grandpani yo'qotamiz. Silindirani bo'ldi. Tak. Boshladik. Birinchi adashmasam qamoqdan o'rnimizdan turamiz, keyin kilitdan ochishimiz kerak bo'ladi. Mana boshladik. Bu Grannyning uyi. Boshidan ko'rsatib beraveraymi do'stlar? Like va obunani sizlar bosib qo'yinglar. Ichkariga kirib kelyapmiz. Qanaqadir kamera. Juda qo'rqinchli ekan. Eshik o'zidan o'zi yopilib qoldi menimcha. Hozir menimcha otaxon chiqib kelsa kerak bu yerdan, to'g'rimi? Hozir bilamiz. Bu o'yinda menimcha yuta olamiz yoki yuta olmaymiz. Hop, eshikdan kirib kelyapti. Hozir bilamiz. Voy, yo'mayo. Orqasidan otaxon kelib. Yo'q, baba. O'lib qoldi. Menimcha endi boshlandi o'yin. Hatta birinchi kun, 5-kungacha bor bo'lish kerak edi menimcha. Hali birinchi kun. Mana topdim. Shunday ekan. Bu eshik, mida. Burada kilit bor edi. Men shuni ochamiz. Nimaga olinmayapti? Turib olish kerakmi? Nimaga olinmayapti? Turib olish kerakmi? Qayerdan? Yo'q. To'g'ri, yoqqa ketib qoldi. Bu yoqqa o'tsin, keyin boramiz. Hali o'ynamaganimga ham ko'p bo'lib ketdi. Ochildimi eshik? Ketish kerak, buni surish kerak. Pistolet bo'lish kerak. Boshib qo'yib yetaylik. Tak, hozir keladi menimcha, adashmasam. Eshik ochiqligini bilib. Tak, bu yerda yotoqqa yashansak. Kelmayapti bu o'yin, qo'rqinchli o'yin do'stlar. Hozir bilamiz. Bo'lib chiqaversak ekan yoki do'stlar. Yo'q. Qanaqadir gugurt topdim. Otaxon ketib qoldi. Chesa bo'lmaydi ekan. Tak.
kerak. Bu eshik. Bu ham ochiladi. Bu ochilar ekan. Shuni qo'yib. Bang'illat chiqib qolmading. Bu yerga kirib bo'lmas ekan. Babuli ko'rib qoldimi meni? Yo'q. Rostdan ham ko'rib qolibdi. Bilmagandim. Biz ketsin, chiqamiz, ketsin. Sal. Yo'q, yana bilib qoldi. Sen bilmaydi. Bu yerda bir gul bilan yo'qsa bo'ladi. Bunga ham kilit kerak ekanda. Hamma narsa nima bo'ladi? O как раз. Topdik. Kilit qolmadi yana. Chipni yoptirek. Buniki yo'q. Qaysiniki? Tamam bor ekan. Qaysiniki bo'lishi mumkin? Men ketayotgan paytda keladi otaxon ham. Xo'p. Tezroq ketsin-da. Bir ish qilib eshikni ochdi. Gullarda nima bor? Ko'raylik. Bu tepaga olib chiqadi. Tepaga olib chiqadi. Qanaqadir. Bu mehmonxona shekilli. Bu nima endi? Menimcha ne bo'lishi kerak? Bu tepa qavatga. Menimcha bu nima edi? Otaxon bunday shippakma, shunday narsa bilan otish kerak. Nishonga tekizib. Bu yoqqa tushsam bo'larmi menga? Shuni o'ylaman. Yo'q.
Yo-moyo. Yonimda turibdigan pul biladi do'stlar. Hemen şurada turishim kerak. Sal qaraganimda bilib qolyapman. Sal uzoqroqqa ketsin. Shundan keyin chiqamiz. Yo-moyo. Bilib olyapti-ku bilib. Buni ham tushirish kerak. G'azablanib ketdi-ku, ko'zlari qizarib ketdi do'stlar. Ko'zlari qizarib. Jahli chiqdi. Qattiq jahli chiqdi. Yo'q, otyapti-kan, nimani ovoz desam do'stlar? O'rtog'i bilan otyapti. Qaramaymiz. Ustimizga tushib ketmasa bo'ldi. Yo-moyo qarab turibman, bizlarga nima bo'ladi? Buni otaylik. Buni. Yo-moyo qo'lini qaranglar. Tezroq ketsang-chi yonimizdan bo'ladi. Bu bola odam shunday desa g'otli. Ketsa bo'ladi-ku. Shurada turaylik, qani ketar o'zi. Menimcha qarab turibdi shekilli. Aslan qaraymizmi? Yo'q. Yo-moyo. Sразу tugmani bosish kerak. Yo'q. Babamroq o'lib qoldik-ku. Menimcha bu o'yinda men umuman yutolmasam kerak, bir sherigim bilan o'ynamasam. Ikkinchi kun. Do'stlar, video qisqaroq bo'lgani uchun uzr so'rayman. Men bu o'yinda aslida Granny uncha o'yna olmayman ham. Keyingi videolarda mencha yutishga harakat qilib ko'raman va qanday video o'ynashimni kommentariyaga yozib ketinglar. O'z izohlaringni men albatta o'qib chiqaman. Men buni umuman yuta olmayman do'stlar. Video juda qisqaroq chiqdi. Mayli, hammalaringga sog' bo'linglar. Xayr do'stlar.